O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasi haqida. Bu shunchaki kitob emas. Bu sog'inch, bu mehr, bu esa ona haqidagi eng buyuk iboralar. Bu tabarruk so'zni aytish yoki eshitish bilan yuragimizda bexosdan cheksiz mehr paydo bo'ladi. Tomirlarimizda samimiyat va yaxshilik daryodek jo'sh uradi. Ona deyish bilan tilimiz ham, dilimiz ham beqiyos insoniy mehr muhabbatga, ezgulikka to'lib toshib boraveradi. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini o'qib, ko'ziga yosh olmagan kitobxon bo'lmasa kerak. Asar muallifning o'z onasi va bolaligi haqidagi xotiralardan iborat kichik novellalar to'plamidir. Unda gilam paypoq, oltin baldog', qarz kabi hikoyalar orqali onalarimizning cheksiz sabri, fidokorligi va biz farzandlar uchun qilgan, lekin biz vaqtida payqamagan qurbonliklarni ochib beradi. Dunyoning ishlari O'tkir Hoshimov qalamiga mansub memuar qissa hisoblanadi. Asar katta-kichik hikoyalardan iborat. Asardagi jonli va hayotiy tasvirlar o'zbekona yondashuv va xarakter qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar mutolaa ta'sirini kuchaytiradi. Asar adibning bolalik davridagi voqealari asosida qurilgan. Sovet davridagi oddiy qishloq oilalari-yu odamlarning turmush tarzi adibning onasi bilan uyg'unlashtirilib tasvirlangan. O'tkir Hoshimov shu ikki asarida ham dunyoning ishlarini mujassamlashtirgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad qissani shunday ta'riflagan. Dunyoning ishlari asarini qissa emas, doston deb atashni istardim. U qo'shiqday o'qiladi. Uni o'qib turib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmas qarzlarimizning aqalli bittasini uza oldikmi degan bir andisha, bir savol ko'z oldimizda kundalang turib oladi. Qissa bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi. Bu asarni o'qir ekanman, onalarimizning madh etuvchi quyidagi misra yodimga keladi. Mehribon, xushzabon ko'ngli oppog'im, so'zlari shirindir, qalbi yumshog'im, dilimga g'am qayg'u o'rnashgan onim, ko'nglimni ko'targan mehribon onam, barchadan mehribon farishtam onam. Biz Dunyoning ishlari asaridagi gilam paypoq hikoyasini ko'zda yosh bilan o'qiymiz. Gilam paypoq hikoyasi insoniy mehr, soddalik va bolalik xotiralari haqida. Asarda oddiy bir buyum gilam paypoq orqali ota-ona mehri, oilaviy qadriyatlar va inson qalbidagi iliqlik tasvirlanadi. Muallif kichik voqea yordamida katta ma'naviy ma'noni ochib beradi va o'quvchini mehr oqibatning qadriga yetishga undaydi. Yoki o'sha oltin baldoq, qarz hikoyalarini o'qiganimizda juda ahamiyatli va ta'sirchan ekanligini his etamiz. Hurmatli kitobxonlar, sizlarga ham ushbu kitobni o'qib o'rganishni tavsiya etaman.